Atiga 2 kunda 111 kvadratni qilib tugatdik. Navbatdagi ishimiz Samarqand, Pazdarg'om, Naymanda Shermuhammad Hoji bobomizni uylarini qilib tugatdik. Assalomu alaykum azizlar. Qadriyatli ustalarning navbatdagi ishi bizlar odatda katta joylar qilamiz. Ba'zi bir insonlar yo kichkina joyga kelmaydi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, azizlar. Bizlarni hurmat qilib chaqirgan ekan, bizlar ham hurmatiga hurmat bilan javob qaytarib, mana bu uyni juda ham chiroyli suratda tugatdik. Sizlarni vaqtlaringizni olmayman, qisqagina obzor qilib beraman. O'zi kichkinaroq joy. Ayvonimizni mana shunaqangi go'zal suratga tugatdik. Ayvonimizning razmerlariga keladigan bo'lsak, ayvonimizning razmeri 8 metrga eni 6,5 metr. Mana shu joy. Bundan tashqari mana bu yon taraflarini juda chiroyli qilib yopib berganmiz. Keyin mana bu tashqarida ayvonimizning boshlang'ich qismini ham chiroyli qilib yopib tugatib qo'yganmiz. Hamda mana shu ayvonimizning ichi. Mana shu yerga jami 111 kvadrat tunika ketdi. Biz buni 145 ming so'mdan qilib berdik. Mana shu joyda jami bitishligi 18 million 310 ming so'mga bitdi. Tunikalarimizning qalinligi 0,35 Toshkent metallurgiya zavodi tunikasi, taydagi karkazal metall profilga bo'lgan. Agar siz ham uyingizni, ayvonlaringizni mana shunaqangi chiroyli suratda tunikafon qildirmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali qadriyatli ustalarga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.